Poyezdning vagonga chiqish eshigi oldida turarkanman. Yuzimga urilayotgan Peterburgning muzdek shamoli ichimdagi olovni o'chira olmasdi. Men qaltiragan qo'llarim bilan chiptamni g'ijimlab ushlagan edim. Bir tomonda meni fohisha deb haqoratlab, bolalarimni ham ko'rsatmasligini aytib qarg'agan nogiron erim va azobli O'zbekiston. Ikkinchi tomonda esa yomg'ir ostida ko'zlarida qonli yosh bilan menga termulib turgan. 42 yillik umrimda ilk bor menga haqiqiy ayol ekanligimni, chinakam jannatni his qildirgan mendan 14 yosh kichik yigit Rustam turardi. O'sha lahzada men hayotimdagi eng dahshatli va aqlbovar qilmas qarorni qabul qilishga majbur edim. Assalomu alaykum. Inson qalbining eng yashirin, eng ehtirosli va sirlarga to'la dunyosiga qiziqadigan qadrdon hikoyachi Momo kanalining obunachilari. Agar siz bizning sevgi, xiyonat va taqdirning kutilmagan zarbalari haqidagi dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga musofirchilikning qora qozonida qovurilib o'zining oltin qafasidan qochgan va o'zidan ancha yosh yigitning qaynoq quchog'ida chinakam muhabbatni topgan bir ayolning nolasi haqida so'zlab beraman. Bu hikoya sizning yuragingizni yondirib yuborishi aniq. Mening ismim Shahina. Buxoroning issiq va qadimiy ko'chalarida oddiygina mehnatkash oilada katta bo'ldim. 42 yoshdaman. Mening hayotim 4 yil avval erim Qodir akaning dahshatli avtohalokatga uchrab, umrbod to'shakka mixlanib qolgan kunidan boshlab qora do'zaxga aylangan edi. Bir soniya ichida uyning ustuni quladi. 3 nafar guldek farzandim, dori-darmonga muhtoj, asablari taranglashib zolimga aylangan va ro'zg'orning g'ori mening nozik yelkalarimga tushdi. Qishloqda qanchalik tinmay mehnat qilmay topganim qarz havaladan ortmasdi. Qodir aka avvalgi mehribon emas. Dard alamini mendan oladigan, tinmay haqoratlaydigan, arzimagan narsaga idishlarni devorga otadigan shafqatsiz insonga aylangandi. Men e'tibor, mehr nimaligini butunlay unutgandim. O'zimni shunchaki shu uyning xizmatkori, tekinga ishlaydigan quli kabi his qilardim. Oxiri pichoq borib suyakka qadalgach, qarindoshlardan qarz olib, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga pul topish uchun ketishga majbur bo'ldim. Bolalarimni onamga tashlab ketayotganimdagi o'sha azobni, poyezd oynasidan qarab ho'ngrab yig'laganlarimni faqatgina Xudo biladi. Musofirlikning noni shunchalar qattiq, shunchalar achchiq ekanki, til bilmagan yolg'iz bir ayol uchun bu sovuq shahar xuddi ajdahodek tuyulardi. Dastlabki oylarda aldandim. Hujjatsiz xarobaxonalarda yashadim. Lekin baribir ortga qaytishga haqqim yo'q edi. Bolalarim ochiqishi, erimning dorilari bor edi. Nihoyat bir o'zbek ayolining yordami bilan katta bir mehmonxonaga farrosh bo'lib ishga kirdim. Ertalabdan tunda soat 2 gacha tinimsiz mehnat. Pol yuvish, hojatxona tozalash. Qo'llarim qavarib, belim og'riqdan qotib qolardi. 5-6 ta ayol bir xonada tiqilinch yashardik. Men topgan har bir tiyinimni Buxoroga jo'natib, o'zim faqat quruq non va grechka yeb kun ko'rardim. Kechalari charchoqdan qotib qolgan vujudimni to'shakka tashlaganimda, yostiqni tishlab ovozsiz yig'lardim. Meni bu dunyoda hech kim sevmaydi. Men hech kimga ayol sifatida kerak emasman, faqat pul topadigan mashinaman degan o'y vujudimni kemirardi. Qodir aka bilan gaplashsam, u mendan hol ahvol so'rash o'rniga pulingni qachon jo'natasan? Nega kam jo'natding deb baqirardi. Qalbim shu qadar sovuq qotgan ediki, men o'zimni tirik murda deb hisoblardim. Lekin taqdir mening bu muzlagan hayotimga dahshatli bir olovni tayyorlab qo'ygan ekan. Noyabrning izg'irinli kechalaridan biri edi. Men ishdan qaytayotib Neva daryosi bo'yidagi bekatda avtobus kutib turardim. Yomg'ir aralash qor yog'ardi. Birdan ro'paramda skameykada qaltirab o'tirgan, ust boshi ivib ketgan, yuzi ko'kargan bir yigitga ko'zim tushdi. U menga qarab titragan ovozda o'zbek tilida, "Opa, shu yerdan vokzalga qanday borsam bo'ladi?" deb so'radi. Men ona tilimni eshitib seskanib ketdim. Unga yaqinlashdim. Uning qop-qora, o'tkir ko'zlarida shunday kuchli g'am, shunday chuqur dard bor ediki, men xuddi o'zimning yillar davomidagi azobimni uning nigohida ko'rgandek bo'ldim. Uning ismi Rustam edi. Samarqandlik 28 yoshli yigit.
Qurilishda ishlab oyligini ololmagan ish beruvchilari uni urib hujjatsiz ko'chaga haydab yuborishgan ekan. Hozir boradigan joyi yo'q, tuni bilan sovuqda qolib ketishiga bir baxya qolgandi. Men uni u holatda tashlab keta olmadim. Yur ukam. Bizning tiqilinchroq bo'lsa ham ijara uyimiz bor, yo'lakda bo'lsa ham isinib tong ottirasan, deb o'zim bilan olib ketdim. Uyimizdagi ayollar yomon qarashdi, lekin men ularga yalinib yolvorib joy qilib berdim.